Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 10-sinf geometriya darsligida fazoda tekisliklarning perpendikularligi mavzusini o'rganamiz. Darsning maqsadlari: o'quvchilar fazoda tekisliklar tushunchasi, ularning o'zaro joylashuvi, perpendikularlik shartlarini tushunishadi. Ko'nikmalar o'quvchilar tekisliklar orasidagi perpendikularlikni aniqlash, chizmalar orqali ifodalashni amaliyotda qo'llash va o'quvchilarni fanlarni hayotiy vaziyatlarda bilan bog'lash mantiqiy fikrlarini rivojlantirishga harakat qiladi. Demak, tekislik tushunchasi haqida gaplashamiz. Tekisliklar, parallel tekisliklar, perpendikular tekisliklar mavjud. Kesishuvchi to'g'risida. Perpendikular tekisliklar. Agar tekisliklardan biri ikkinchisiga perpendikular bo'lgan to'g'ri chiziqdan o'tsa, bunday tekisliklar o'zaro perpendikular bo'ladi. Hayotiy va fanlararo misollar. Masalan, tekislikka stol yuzasini misol qila olishimiz mumkin va fan bilan bog'langanligida fizika, arxitektura bilan bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Kesishuvchi tekisliklar qutining yon va pastki tomoni geometriya va dizaynda keng qo'llaniladi. Perpendikular tekisliklar xonaning pol va devorlari, hayotiy amaliyotda esa arxitekturada keng qo'llaniladi. Burchaklarda 90 gradusli burchak bu to'g'ri burchak bo'lib, matematika, fizika, arxitektura, dizaynda keng qo'llaniladi. Kesishuvchi tekislik. Agar ikki perpendikular tekisliklardan birining biror nuqtasida ikkinchisiga perpendikular to'g'ri chiziq o'tkazilsa, bu to'g'ri chiziq birinchi tekislikda yotadi.